Onangni emgir bugun kechasi bilan uxlamay metan qo'yib chiqdim 12 soatda. Ish qilib ish yaxshi bo'lsin-da. Yusuf, dam solaman. Ha, dediki, Majdomdan birortasi Yandex chaqirmadimi? Chaqiruvdik, 10 soatdan beri molga o'xshab qayda aylanib yuribsan? Bularda ota-onasi Yandexchilar odam emas deb tarbiya qilganmi? Ha, chiqing olib ketay. Lakasani shu yerdan tashladimmi, shu yerda olib ketasan. Qalay shunday mujik? Nima deysan? Onangni emgir. Puling olganingdan keyin bo'sh qilasan, davay bugun. Voy, bo'ldi, boshliq mana. Assalomu alaykum Shopur aka. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Voy, onasini emsin. Klientlar ham bir indi, bir bindeda. Sen ham u bu joyda odobnomadan dars berasizmi? Yo'q akajon, uyimizda shunaqa tarbiya olganmiz. O'zi faqat ayol taksichilarga chiqardim-u. Ha, mayli. Yerga qarab ketaveraman. Ya, enangni eriga katta rahmat, jonim sinem. Sendaqa klientlar ko'payorsin. Ha, rahmat. Voy, Shopur aka, uydan shoshilib chiqqanimga pulim uyda qolib ketibdi. 1 soatda kartezga tashlab yuborsam bo'ladimi? Ha, onasini emsin, ha. Mana shu mashinani senlar minash. Aytdim o'zi bu yoq